Assalomu alaykum rahmatullohi va barakat. Karimuzda obunachilari. Ikki bosh xunajinlarimiz bor. Ko'chat xunajinlarimiz sut yo'nalishida akalar. Onalari fermadan chiqqan. 15 ta 20 ta sut beradigan mollarimiz borlar akalar. Xudo xolasa bo'ylari buniki 120, buniki 115 atrofida akalar. Ikki bosh dehqonda uyda turibdi. Ash turbamiz akalar. 20 chiqyapti. Shuning uchun biz ham mo'ljallab 120 hisobida aytyapmiz. Bunimiz mana ikkinchisi. Xudo xolasa hammaga yozishlari yaxshi. Yeb ichishlari sog'lom. Dehqonda turibdi, emlamalari bo'lgan. Doktor ko'rigidan o'tgan mollar. Hech qanday bir ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa akalar mollarimiz. Bunisi zavatskoy to'qol akalar. Zavatskoy to'qol bunimiz. Buni narxini ikkalasini bir joyga bo'lsa akalar 16 milliondan xayri bor deyilyapti. Kelishtirib beriladi xudo xolasa akalar. 16 million so'mdan xayri bor, dehqonda uyda turibdi mollar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar, sigir qilaman deganlarga akalar, xudo xolasa nasib qilsa 40-50 millionlik sigir bo'ladi akalar. Onalari shunaqa. Hozir nomerlarini ham yozib ketamiz, egasi nomerini aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkilari akalar, dastlabkilari xudo xolasa kelishilgan holda vodiy bo'ylab qilib beriladi, sababi dehqon mashina topishga yordam beradi xudo xolasa. Uzoqda tomosha qilayotgan akalarimizga ham bemalol telefon qilaverasizlar. Shu nomerda telegramlar bor, WhatsApp nomerlarini yozib qoldiramiz akalar. Mollar o'ta chiroyli ko'chat akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ana xunajinlarimiz zo'rlar akalar. Egasi nomerini yozib ketamiz. Narxlarini 16 milliondan xayri bor deyapti bir joyga. Yakka ham kelishilaveradi akalar. Telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida akalar.